Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun aylanma savdo qaydnomasi haqida gaplashamiz, ya'ni оборотка haqida. Оборотка nimaga kerak, nima uchun kerak degan savollar juda ko'p bo'ladi. Biz sizlar bilan shu paytgacha balans, provodkalar haqida gaplashdik. Bu provodkalarimiz hammasi yig'ilib оборотkaga boradi va обороткада barcha ma'lumotlarni yig'indisi bo'ladi. Buni o'zbekchasi aylanma savdo qaydnomasi. Lekin hech kim aylanma savdo qaydnomasi deb o'tirmaydi. Hamma оборотка deydi. Ya'ni biza обороткani qanaqa holatlarda ko'rib chiqamiz? Ya'ni оборотка bizada korxonadagi barcha ma'lumotlarni yig'ib berib turuvchi bir majmua hisoblanadi. Ya'ni bizada yilni boshiga nimalar bo'lgan, yil davomida nima holatga bo'ldi, sotildi, ishlatildi, boshqa va yilni oxiriga yana nimalarimiz qoldi. Bu haqda ma'lumot berib turadi. Aylanma savdo qaydnomasini ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu yerda shotlar bor. Shotlar rejasi bo'yicha bizada mana ko'ryapsizlarmi? Barcha shotlarimiz 01, 70, 60 hamma shotlarimiz yozilgan. Bu shotlar rejasi sizda qo'lingizda bor. Bu yerda davr boshiga saldo, ya'ni yil davomi. Masalan, aylanma savdo qaydnomasini bir kun ham ochib ko'rishingiz mumkin. Bir kunligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bir haftaligi, bir oyligi, bir yilligi, hattoki 10 yillik qilishingiz mumkin. Buni yaxshi tomoni nimada? Siz oldingi bo'lib o'tib ketgan jarayonlarni ham bemalol topib olasiz. Ya'ni oldingi yil sizga kerak bo'lsa, oldingi 2022-yil deb оборотkaga bersangiz, barcha ma'lumotlarni yig'ib chiqarib beradi. Demak, aylanma savdo qaydnomasini qulay tomonlari oldin bo'lib o'tgan ishlarni ma'lumotlarni yig'ib beradi. Misol uchun, oldingi yili 24-aprel kuni nima ovqat yeganingiz esingizda yo'q-a? Agar siz обороткада buni shakllantirib tursangiz, 24-aprelda ochsangiz, nima ovqat yeganingizni ko'rsatib turadi. O'shaning uchun ham bizga aylanma savdo qaydnomasi, ya'ni оборотка kerak bo'ladi. Provodka beramiz. Ya'ni bu jarayon qanaqa amalga oshiriladi? Birinchi bo'lib оборотка bo'lishi uchun 3 ta bosqichdan o'tiladi. Birinchi bosqich bu hujjat. Ya'ni hujjat bo'lmasa, siz hech narsani o'zingizga kirita olmaysiz. Hujjat bo'lmasa, boshqa tashkilotga pul o'tkaza olmaysiz. Hujjat bo'lmasa, tovarlarni o'zingizga kirim qila olmaysiz. O'shaning uchun ham bizga buxgalteriyada eng birinchi bo'lib hujjat kerak bo'ladi. Har bir narsani asosi bu hujjat. Demak, birinchi bosqichda bizga hujjat kerak bo'ladi. Hujjat bo'lmasa hech qanaqa pul o'tmaydi va hujjat bo'lmasa hech narsa bizga o'zimizga kirim qilinmaydi. Bu buxgalteriyadagi eng zo'r qonuniyat. Buni ko'p buxgalterlar ishlatmaydi. Kim nima desa, o'shani gapiga quloq solib, aytganini qilib ketadi. Lekin nobog'da sizda tekshiruv bo'lsa yoki qani shu hujjat deb rahbar so'raganda, siz bu hujjatni topa olmay qolasiz. Chunki siz qo'lingiz bo'shlik qilib, ruxsat berib, u pullarni o'tkazib yuborgansiz yoki tovarlarni adiniyasiga kiritib qo'ygansiz. Endi ikkinchi bosqich hujjat olib kelishdi. Shu hujjat asosida provodka berish. Ya'ni nima? Pul o'tkazgan bo'lsangiz 51 dan 43 ga, tovar kelgan bo'lsa 60 dan 29 ga, siz tovar sotgan bo'lsangiz 90 dan 40 ga, mana bu provodka berish. Provodka berdingiz ikkinchi bosqichda. Uchinchi bosqichda esa shu bergan provodkalaringiz обороткада, ya'ni aylanma savdo qaydnomasiga borib o'tirib ko'rindi. Mana shu aylanma savdo qaydnomasida sizni korxonangiz haqidagi barcha ma'lumotlar kiritildi va yig'ildi. Nobog'da rahbar sizdan so'rayapti. Misol uchun, "Xo'p, Sevaraxon, birinchi kvartal bo'yicha biza nech pul ishlatdik" desa, siz ochasizda aylanma savdo qaydnomasini, ya'ni обороткani birinchi kvartali uchun ochib olasiz. Birinchi kvartal nima degani? Yanvar, fevral, mart degani, ya'ni birinchi chorak degani. Birinchi chorak qilib обороткani ochib oldingiz va mana menda 51-shot. Shu 51-shotimni men ko'ryapman. Demak bizada birinchi kvartal holatiga 460 millionlik pul kelib tushgan
529 minglik pul chiqib ketgan. Mana osongina yechim. Bir minutdan vaqtingiz ketmaydi. Agar siz buxgalteriya yuritsangiz-ku, lekin provodkalarni bermasangiz, оборотkalarda bular shakllanmasa, siz rahbar sizga aytgandan keyin 2-3 soat o'tirib hammasini hisob-kitob qilasiz. Bu qiyinchilik olib keladi, qiyinchilik tug'diradi. Agar sizni korxonalaringiz ko'p bo'lsa, undan ham battar qiynalishingizga to'g'ri keladi. Endi yana so'rashligi mumkin, xodimlardan qancha qarzimiz bor va qaysi xodimdan necha pul qarzimiz bor deb so'rashdi. Uning uchun siz ochib, hammasini boshqatdan hisob-kitob qilishingiz kerak. Agar aylanma saldo qaydnomasi, ya'ni обороткani yuritadigan bo'lsangiz, 67-shotimiz bor bizada. Mana 67-shot. Mana mehnatga haq to'lash tarzidagi hisoblashishlar. Bunda nima bo'ladi? 67 bizada ish haqi bo'yicha 125 million ish haqi hisoblanibdi. Shundan 39 million to'lanibdi va bizani hozirgi holatimiz bo'yicha 110 million qarzimiz bor va mana shu xodimlardan muncha, bu xodimlardan muncha deb ayta olasiz. Bunga 1 minut vaqt ketadi. Buning uchun siz aylanma saldo qaydnomasini yuritishingiz kerak. Buni qilish u darajada qiyin emas. Buni oson yo'llari bor. Ko'pincha Finviya akademiyasiga juda ham ko'plab buxgalterlar kelishadi. Ya'ni nol buxgalterlar, ya'ni buxgalteriyaga qiziqayotganlar ham ko'p keladi. Ular oson o'rganishadi, lekin o'rganib yurgan, ya'ni ishlab yurgan buxgalterlar juda ko'p kelishadi va ularni eng katta xatosi обороткani to'g'ri o'qiy olmaslik yoki provodkani to'g'ri bera olmaslik yoki balans va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlarni umuman tushunmasdan bu hisobotlarni faqatgina pulga qildirishligi. Bu xatolarni asl sababi ularni buxgalteriyadagi ish jarayonidagi mohiyatda, buxgalteriya qayerda boshlanib qayerda tugashi yoki o'zi ketma-ketligi bo'yicha nimalarni amalga oshirish kerak, bularni barchasini bilmasligi bo'ladi. Men o'zimni shogirdlik kurslarimda ko'plab главный buxgalterlarni, помощник buxgalterlarni o'qitdim va ularni ish jarayonlarida bildimki, eng katta muammo bu оборотка va provodka balans bilan bog'liq bo'lyapti. O'shaning uchun kim menga shogird tushsa yoki nimadir o'rgatayotgan bo'lsam, har doim birinchi bo'lib provodka, оборотка, balanslar haqida tushuntirib, mukammal o'rgatib, keyingina qolgan ishlar, ya'ni ish haqi, tovarlar, asosiy vositalarga o'taman. Ya'ni обороткада barcha ma'lumotlar bor. Ya'ni bino, inshoot, mebellaringiz, tovarlaringiz, pullaringiz, qarzlaringiz, daromad, xarajat bularni barchasi обороткада bor. Buning uchun biz birinchi bo'lib hujjatlarni rasmiylashtiramiz. Unga provodka beramiz va qarabsizki, bu ma'lumotlarning barchasi обороткада paydo bo'ladi. Обороткani yaxshi o'rganishingiz kerak. Chunki оборотkadan biz balansni chiqaramiz. Ya'ni qanaqa qilib? Mana bu yerda turgan davr oxiriga qoldiq, saldo degani qoldiq degani. Mana shu qoldiqlarning hammasi balans degani. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot mana 90 dan 99 gacha bo'lgan shotlarimiz aniq. Mana bularni hammasi finrez degani. Agar siz обороткani yaxshi bilsangiz, balansni 3 minutga qolmasdan topshirib jo'natasiz. Qo'shimcha firmalar olishingiz mumkin yoki qo'shimcha korxonalarning balansini pulga qilib berishingiz mumkin. Misol uchun eng arzon balans, ya'ni kichkina korxonaning balansi 500 ming. Unga sizni 3-4 minut vaqtingiz ketishi mumkin. O'rtoqlar, agar sizlar buxgalteriyani yaxshi o'rgansanglar, bu kasbga qiziqsanglar, juda katta summada daromad topsanglar bo'ladi. Misol uchun, men tadbirkor bo'lmasam ham buxgalteriyada ishlab turib, buxgalteriyada kompaniyalarimni ko'paytirib turib, shu bilimlarni shogirdlarimga o'rgatib turib, juda ham yaxshi daromad qilaman. Bu soha egasi sifatida sizga meni yaxshi taklifim. Biznes qilishga katta pul kerak, lekin soha egasi bo'lib, shu sohangizni yaxshi o'rganib, siz albatta yaxshi natijalarga erishasiz. Uning uchun albatta buxgalteriyada balans,
provodka, оборотkalarni yaxshi bilishingiz kerak. Xudo xolasa, keyingi darslarda sizlar bilan shu darslarimizni amaliyotda qilib ko'ramiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.